qalbing parcha-parcha bo'lib ketsa ham deydilar. Qarang, qalbing parcha-parcha bo'lib ketsa ham, lekin qalbni parchalaguvchi bo'lmagin degan. Mazlum bo'l, illo zolim bo'lmagin degan. Chunki hisob-kitob o'ta og'ir deydilar. Mayli bizlar ustimizdan kulsin, mayli bizni masxara qilsin. Alloh masxara qilmasa bo'ldi. Alloh ustimizdan kulmasa bo'ldi. 21-asrga xush kelibsiz. Telefonlar simsiz, avtomobillar kalitsiz, odamlar jinsiz, ota-onalik qadrsiz, yoshlar ishsiz, rahbarlar uyatsiz, ta'lim umidsiz, munosabatlar hurmatsiz, bolalar intizomsiz, chaqaloqlar otasiz o'sadi. Nikohlar ma'nosiz, kechalar uxlamas, his-tuyg'ular yuraksiz, do'stlik mantiqsiz, sevgi ishonchsiz va xulq cheksiz. Haqiqatdan ham so'z topolmayapman. Hammasi bo'sh va ma'nosiz tuyuladi. Ammo ichimda bir joyda hali umidning chirog'i yonib turibdi. Bir kun kelib bularning barchasini tuzatamiz deb.